Kashapov Marat Muxtarovich 1983-2021 yillar. 1983 yil 18-iyunda Buxoro viloyati Buxoro shahrida tug'ilgan. 1998 yilda Buxoro viloyati Buxoro shahridagi 8-sonli o'rta maktabni tamomlagan. 2002-2004 yillarda O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari safida muddatli harbiy xizmatni o'tagan. 2004-2005 yillarda harbiy xizmatni shartnoma asosida Ichki ishlar vazirligi tarkibidagi maxsus bo'linmada davom ettirgan. 2005-2017 yillarda shartnoma asosida Mudofaa vazirligi qoshidagi maxsus tezkor birlashmaning turli bo'linmalarida xizmat qilgan. 2017-2020 yillarda harbiy xizmatni shartnoma asosida O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasining turli bo'linmalarida xizmat qilgan. 2020 yil 9-noyabr kuni Toshkent shahri Shimoliy temir yo'l vokzali hududida o'tkazilayotgan maxsus taktik o'quv mashg'uloti davomida tekshiruv jarayonida temir yo'l vagonining ustki qismida portlovchi modda joylashtirilgani haqida xabar oladi. Kashapov Marat Muxtarovich vaqtni boy bermasdan xatarli vazifani bajarish uchun vagon ustiga chiqib, jarohat xavfiga qaramasdan topshiriqni to'liq amalga oshiradi. Biroq vagonning kutilmaganda harakatga tushishi natijasida u yuqori kuchlanishli elektr tokidan og'ir jarohat oladi. Ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramasdan 2021 yil 14-yanvar kuni Kashapov Marat Muxtarovich olgan jarohatlari oqibatida vafot etgan.